Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Xudo xohlasa Ro'za Ramazon oyida sizlar uchun skidkani zo'ridan qo'yamiz. Sarvotun postada bizdan kelib, Xudo xohlasa qizim uyini, sepini, umuman bo'lak chiqadigan xo'jalikka desanglar, aniq bir foydalanib qoladigan yeri skidkalarni bir qator qo'llangancha tanishtirib beramiz. Kanalimizga podpisatsiya bosib qo'yishni unutmanglar. Bundan ham zo'r yangiliklarni o'tirib beramiz Xudo xohlasa. Bir qator qisqagina aytib postalarni tanishtirib bosh berdik. Bizdan kelib bizning dükkanımızda 1 milyon so'mdan boshlab 4,5 million so'mning bo'lgan postalarimiz bor. Hammasini skidga amal etadi. Endi raqobat bo'lib turibdi bozorda. Raqobatlashamiz degan bo'lsak, 1 milliondan past postalar bor, lekin sifat yo'qolib qo'yadi. Men tavsiya beraman, 1,5 dan yuqorisini olishga harakat etinglar. Sifat ham zo'r chiqadi, 15-20 kunlab ishlatadigan emas. 15-20 yillab stolingizda xizmat etib beradi. Bizlar ham garantiyasi bilan beramiz. Xudo xolasa bizdan kelib yana 1 milyon 700 ming so'mdan sotilgan 1 milyon 550 ga tushgan. 1 milyon 850 sotilib turadi, 1 milyon 650 ming so'mga tushgan. Misol kelasizlar, skidkalarni hafta xarid etasiz. Misol shundan go'stim 1 milyon 550 ga tushgan. Agar ukasini YouTube'dan ko'rib keldim, shu videoni ko'rdim demasanglar 1 milyon 500 ming so'mdan qilib beraman. 12 kishilik avalli salatnisa hamma ishi bor, sifatini garantiya. 1 madonnaga to'laysizlar, 1 milyon 500 ming so'm, yana bir madonna o'zidan besplatni qo'shib beriladi. Madonna plus madonna atib. 2 korobka postada bitadi. Choy kasalari 12, lob kasalari 12, 24 oladi. Kelasiz bu yerda yo'q, menga yaxshiroq, undan ham zo'r kerak desangiz, 2,5 million 400 ming so'mdan sotilgan 2 million 200 ming so'mga tushgan. To'liq 12 kishilik avalli salatnisa hamma ishi bor. 4 choynikka 4 pulda 66 pulga chiqadi. Bir navara pul to'laysiz, yana bir madonna plusini o'zidan qo'shib beramiz. 2 korobka postada bitadi. Choynik ham 4 tanadan 8 dana bo'ladi. Tovoqlar ham 4 dan 8 oladi. Durishini qaranglar, mana stolda yonib turadi o'xsham. Choy kasa, lob kasalar ham 12 dan 24 dana bo'ladi. Bular so'nggi chiqqan dizayn o'ta hashamatli. Buni toshi ko'rinishda, lekin podelka turlari ham ko'p. 1,5 1 million 300 ham tushadiganlar bor, lekin bu sifat bilan bu narsani solishtirib bo'lmaydi. Masalan, shu navorimiz bor, Adnatonning kepatuvchilari uchun sifati zo'r, 2 million 200 dan kam sotilmaydi. 1 million 750 ming so'm narxini tushirganmiz. Durishini qaranglarmi? Stolda yonib turadi. Predmeti 66 predmet oladi. 4 tane tavoqa, 4 tane choynik bilan chiqadi. Choy kasa, lob kasalari 12, 06, taraklari ham 12. Buna boramiz ham 1 million 150 ming so'mni to'laysizlar, 1 madonnaga plus 1 madonna o'zidan beramiz. Endi sifatini e'tibor etinglar. Misol 1,5 million so'mdan ham naborlar bayna shuni o'xshidan. Ina original, ina poddelkasi, sifatini e'tibor etinglar. Yanib turadi stolingizda. Yaxshi narsa olishga harakat etinglar. Kirchilmaymi deb ko'p so'raylar, shundan bir ko'z tutib kirchilmaydi. Sifatini garantiyasi bilan beramiz. Xudo xohlasa uyingizga do'shidan bo'lsanglar, kelib Adnatonnisi kerakmi, bo'rtmazarlisi kerakmi, umuman vibri ko'p bu yerda. Endi hammasini narxini aytib chiqgan bo'lsak, video cho'zilib ketadi. Kelasizlar, bir navara to'laysizlar, plus bir navara o'zidan beramiz. Uka, ma bir plus 1 shart emas. Men qizimni sepina bir zo'rindan birsini olsam bo'ldi degan bo'lsanglar, kelib shundan istalgan bir madonnangiz bu yerda sig'monlarni ham terib qo'yamiz. Bu yerdan yana vibrlari ko'p. So'nggi chiqqan dizayn bilan durishini qaranglar, stolda o'xsham yonib turadi. Hashamatli dizayn. Geldingiz. 1 million 850 sotilgan, 1 million 650 ming so'mga tushgan. Shu vibrlarimiz yana. Bir madonnani bor xarid etasiz, shu polni stollik vazif besplatni ichida podarkasini qo'shib beramiz. Bu döşelgen madonnadan tashqari bir madonna sotib oldingiz, istalgan bir xalangizdan bir ko'z tutib, bir madonna sotib oldingiz. Bize 12 dana bagimasini podarkaga beramiz. Leonardo zo'rindan 12 kilo bagimasi, istalgan svetingizni taxlab beramiz, xalang svetingizni. 2 dana zo'rindan nampatnosini ham beramiz, Güneş firmani. Originalidan 12 adamlik 36 shtukli kashkilka nabornam ichida beramiz. 2 pachka stakan ham beramiz ichida. Shu narsani stakan ham bitadi. Stollar chiroyli bo'lib turish uchun 2 dana zo'rindan pechonnistasini ham beraman ichida. 2 dana pechonnista. Baring shuncha qo'ymaydi. 2 dana rulonsiga bilan pul to'lab o'tirmaslar. Busini ham besplatni podarkasini beriladi. Menimcha shuningdek deb o'ylayman, bizdan kelib 1,5 million so'mdan boshlab 1 million 450 dan boshlab 4,5 million so'mning xohlagan madonnangizni xarid etasiz. Bir naborni shu polni stolga ko'rsatgan vazimiz hammasi ichida beriladi. Xohlasanglar, bir stollik shart emas desanglar, bir navara plus bir navor o'zidan beriladi. Bu yerdan vibrlarni ko'rsatib, vibrlari bo'rtmazarlar va sifati zo'r yonib turadi stolda. Bu yerdan mana vibrlari ko'p. Bular so'nggi chiqqan dizayn, Korolevskiy dizayn deyiladi bo'ladi. Bular
3,5 milyon 400'den kam satılmaydı. Yuşun onun azı yine öte haşamatli. Duruşuna karanglar bunu yanıp turadi opşum stolda. Bu naborlarımız evvel 1+1'e berilmeydi. Hazırda şu 3,5 milyon so'mlik pasodanı 2 milyon 700 ming so'mga skidkada qo'yibmiz narxini. Bir nabora to'laysizlar, bir nabora plus o'zini qo'shib beriladi. 2 korobka pasoda bo'ladi 1+1da. Bu yandan virulari ko'p, bir qator tushirib qo'ysin. Duruşuna karanglar bunu yanıp turadi opşum stolda yine. Tam chiroyli turadi stolda. Bular ham 1+1 amal etadi, xudo xohlasa. Assortida ishlar ham 4 mushatib ishlangan. So'nggi chiqqaningizdan taralkilar ham, choy kasa, lob kasalar hammasini dizaynlari o'zgargan. Chaynikini xo'shroqligini qaranglarmi? Sifatına garantiya. Bu yandan viburlarimiz ko'p. Misol shu modonamiz bor, dimzo'r nabor. Instagramda skidkada qo'yamiz. Ko'p o'tdi shu naborlarimiz ham 2,5-2,600 dan kam sotilmaydi. 2 milyon 200 ming so'mga tushirganmiz narxini. Bir nabora to'laysizlar, bir nabora plus o'zidan beriladi. 2 korobka pasida bitadi. Chaynik 4 dana 66 lik, tovoq ham 4. 8 chaynik 8 buluda bo'ladi. Duruşuna qaranglarmi? Yeni açılmayı duran viburları ko'p bu naborlarimizdan. Xudo xohlasa qo'llangancha naborlarni tanishtirdik. Bagimalanan viburlari ko'p. Istalgan bir bagimalaringizni hammasini skidkali narxda taqdim beramiz. Yushu bagimamiz 4 xil sveti kelgan. Qaymoq svet, oq svet, bu yoqda yashil sveti, sariq sveti bor. 500-550 dan kam sotmaydik. 450 ming so'mdan qo'yib beraman. Originali ichi lakronni boltka kelayina. Boltka kel. Oyog'ini e'tibor eting. Oyog'i 4'müş, prostoy podelkasi emas. Originalini 450 ming so'mdan qo'yib beraman. 12 danali bo'ladi. 2 meva, 2 shkalan 8 chakkisi bor. Bu yoqdan uyma, bo'lak chiqqan xo'jalikman deydigan bo'lsalar, bu yoqda tapas, korotkilarni hamma tur variantidan bor. Qazon tapalarimiz ham bor. Bemalol o'zingizga qadamdan haydaysiz. Ukaman hamma narsani xaladan, modondan ham xaladan, mendek stollik narsa shart emas, o'zim tuzib olsam bo'ladimi degan mijozlarimiz uchun bemalol kelsinlar. Zo'rindan pasudasinasin, bagiman agar buni xalamaydigan bo'lsa, ustini razisasi bilan bagimanlarni hamma turdan ko'chirib berishimiz mumkin. Umuman stolda stakan hujurlarni ko'chirib olamiz, bu yoqda ko'rsatib. O'rtacha bir stol do'shab qo'yibmiz. Agar razisasini beraman bo'lsalar, ko'chirib xohlagan stakanlaringizni so'nggi dizaynlarni tuzib beraveramiz. Farqi yo'q. Shuda so'nggi ham bagimamiz bor. Duruşuna qaranglarmi? Xrustalam dip-tiniq turadi, boltka kelar. Bular ham har tur variantlari, poddelka variantlari chiqib ketdi. Bu sariq sveti, bu kumush sveti dim chiroyli turadi. Op-og'ir ko'targanlaringdan bergi bagimalar bilan 2 hessadan ham ziyod 3 hessada og'ir keladi. Shu bagima komplektimiz 12 lik, so'nggi chiqqan dizayn, original elegant brendiniki 2 milyon 1 milyon 800 dan kam sotilmay turadi. Bo'lish sanasi 1 milyon 400 ming so'mdan aytib beramiz. 1 milyon 400 dan. Endi bu bagimanda shuna qaranglar. Ikki xatardashli oddiy choyaklari bilan poddelkalari bilan almashtirib, adashtirib qo'yganlar. Shu bagimamizni 2 milyon 200 dan kam sotmaydik. Yine kumush modelimda. Dim chiroyli turadi. Op-og'ir sifatimiz bor. Bularning narxini bo'lish sanasi 1 milyon 500 ming so'mdan aytib beramiz. Xalasanglar kumush sveti, xalasanglar sariq sveti bor. Xudo xohlasa bu yoqda mena viburlari ko'p, endi hammasini bir qator aytib chiqadigan bo'lsak, sal vaqt cho'zilib ketadi. Xudo xohlasa hammangizni do'konimizga kutib qolamiz. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Dastavka xizmatimiz bor. Adresini videoning oxirida qo'yib beramiz, videoning oxirida. Hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Asla adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahri To'rtko'l bozorini o'zida bo'ladi. To'rtko'l bozorini eski Noshchalan xatoridan to'g'ri kelamiz. Ko'rib kuzatib borasiz yurtdoshlar. Bu yoq tarafdan kelish, Beruniy, Urganch, Ellikqal'a, Nukus tarafdan kelasizlar. To'rtko'l jome masjidi sizlarni qarshi oladi. Mulla Jumoy jome masjididan o'tgandan keyin Mayakovskaya svetofor bor yurtdoshlar. To'rtko'limizni bozorini oldinda Mayakovskaya svetoforina yetmasdan chap qo'limizda eski Noshchalan xatori. Birina bir dana plakat bor. To'rtko'l bozorini oldinda yagona bir dana monitor bor yurtdoshlar. Shu monitorning oldindan to'g'ri kelasiz yurtdoshlar, eski Noshchalan xatori. Bu yoq tarafdan kelsanglar, Miskin tarafdan, Sarimoy tarafdan kelasizlar, To'prak Qala tarafdan kelasizlar, Xazaras tarafdan kelasizlar. To'rtko'l Dosh bozori, To'rtko'l televizkasi tarafdan kelasizlar yurtdoshlar. Ulug'bog' kommunizm povortdan ham to'g'ri o'tib kelasizlar. Mayakovskaya svetoforina, bir de plakatina katta shu tiyindan to'g'ri kelasizlar. Yurtdoshlar eski Noshchalan xatori, shundan to'g'ri kelamiz, ko'rib kuzatib borasizlar.
Qadrli yurtdoshlar, Savdo majmuasi degan yozuv chiqadi. Shu yozuvdan ham to'g'ri yuramiz. Bu yanimiz yana o'njiqchilar. Yurtdoshlar yana kulunkichilar bu yanda o'rtalikka chiqamiz. Bu chatga chiqamiz. Bu yoq tarafdan kelsanglar, Chakchuk qatoridan kelasizlar. Chakchukchilar, To'rtgul meva bozori, birinchi bozor tarafdan kelasizlar. Bu yoq tarafdan kelish do'stlar, To'rtgul bozorini bu chatga davrosi, ya'ni dollarchilar tarafdan kelasizlar. Xudo xohlasa, berimiz yana bu ko'chamiz Qozon o'choqchilarning qatori. Shu ko'chaga to'g'ri kiramiz yurtdoshlar. Yine maschilarning qatoridan to'g'ri keldik. Hech nima bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu yerda xo'jalik mollari bor. Yurtdoshlar kelaverasizlar. Sonlayım. Qadrli yurtdoshlar, ko'rib turganlaringiz dibida agrotexnika do'konlari va Qozon o'choqchilarning qatori. Yurtdoshlar, do'konimiz 31-do'kon hisoblanadi. Shu Qozon o'choqchilarning qatorida, posudachilarning qatorida yana 31-do'kon hisoblanadi. Qadrli yurtdoshlar, eski narxchilarning qatoridan to'g'ri keldik. Bu yoq tarafdan kelsanglar 555-apteka tarafdan kelasizlar. Ya'ni meva bozor tarafdan kelasizlar yurtdoshlar yana. Şurada chap tarafda 31-do'kon, Sarvar Optum Posud do'koni bemalol yurtdoshlar kelaverasizlar. Bundan tashqari ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol ushbu nomerlarga telefon etib, adres so'rab, ma'lumot so'rab, onlayn savdodan ushbu nomerlar orqali